o'rtoqlar, dona do'kon bilan optimni katta farqi bor. SMM yurg'izishda, kontent qo'yishda bir-biridan ancha farq qiladi. O'shani asosiy 5 ta xatosini bugun mutaxassisdan eshitamiz. Xo'p, SMMda eng katta bo'ladigan xatolardan bittasi, iltimos o'zingizga ham yozib oling, bozordan kelib chiqib mahsulotga to'g'ri narx qo'yish. Bu SMM bilan biznes egasini o'rtasidagi bog'liqlik bo'ladi va unga to'g'ri qiymat berish. Kontentlar faqat huk ushlash uchun, prosmotr uchun emas, brendning pozitsiyasi uchun ham ishlash kerak. Shuning uchun bozordan kelib chiqib mahsulotning narxiga, sifatiga loyiq kontent uchun strategiya ishlash bu bir. Ikkinchisi, kontentlarni brendni qadriyatiga moslash. Bu brend qadriyati to'g'ridan-to'g'ri asoschiniki bilan bog'liq bo'ladi. Brend segmentlashda, ya'ni bitta nishani ushlab, o'sha yoqqa qarab urg'u berish. Narx bo'yicha eng katta narsa ko'pincha bizda narxga urishadi, e'tibori, lekin aslida mahsulotdan kelib chiqish kerak, kontentlar ham va unga mos marketing ham. Kontent bilan ishlayotganda mahsulot faqat narxiga emas, qiymatiga ko'proq urg'u berib, ya'ni qadriyat, qiymat sotib, mijozingizga ideal holatlardan ozgina qochib, endi baribir postlarga nisbatan biz perfeksionist bo'lamiz. Borini olib chiqib berib, borini ko'rsatishga harakat qilish. Agar mahsulotlarni qiymati sifatida bo'ladigan bo'lsa, chegirmalarni juda ham tushirib borib, narxlarni pastga urib va u videolarga target yoqib, profilingizga sizga siz auditoriyangiz bo'lmagan mijozlarni yig'ib qo'ymang. Bu juda ham katta xato, chunki katta budjet sarflanadi targetga va keyinchalik u segmentga siz o'zingizning mahsulotlaringizni sifatini aytib ham sotishingiz qiyin bo'ladi.